Mana meni shu holatga tushirib, sizlar oilaviy yo'q qilaman deb mahallamizda Temur degan bola Oybekani urib ketdi. Maqsad nima? Sabab nima? Menga ishlashimga nimaga qarshilik qilasan? Bu yerda turishimga sen teraga ketgan joyda talashgan, janjallashayotgan odam emassan-ku. Teraga kelib ishlashimga nimaga to'sqinchilik qilyapsan desam, sizlarni uyingda olib qo'yish maqsadida sizlar uyingga biz harakat qilyapmiz. Oilaviy ochig'ini aytganda sizlar oilaviy yo'q qilish maqsad. Hammamiz qarindosh urug'imiz bilan bitta bu sizlarni oilangni yo'q qilamiz. Sizlar militsiyaga borasanmi, doktorga qayerga murojaat qilganingdan qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Bu ogohlantirishdir. Basharam yorib ketdi. Qarindosh urug'lari, tanishlari militsiya bo'lib yo boshqa lavozimlarda ishlab, amakisi rayonda doktor bo'lsa, ishlar bekilib ketaversa, insonning huquqi, fuqarolik huquqi qayerda qoladi? Odamlar jabr ko'raveradimi? Yo qasma-qasiga jondan o'tib ketgandan keyin qarshi tarafdan ham ularga javob qaytish kerakmi? Nima bularga chora ko'rishda iloji bormi, yo'qmi? Mana qulog'im shig'ing'illab, bitta qulog'im piqillayotibdi. Kallamni o'rib, qandaydir ko'nglim ko'tarilib, boshim g'alati o'yotibdi. Majburman o'zim video olyapman. Mana shu holatda hozir juda holim chatoq.